O'zbekistonda sentyabrda rekord darajada elektromobillar sotildi. Soxta kosmetologlar amaliyotidan so'ng toshkentlik ayolning ko'zi ikki xil bo'lib qoldi. O'zbekistonda narxini sun'iy oshirib, keyin arzonlashtirib, chegirma sifatida ko'rsatish taqiqlandi. Qashqadaryoda 5 yoshli qizni 2 marta sotgan hamshira jazolandi. 19 yoshli haydovchi yigit kaltaklandi. Assalomu alaykum. Kun davomida sodir bo'lgan muhim hamda dolzarb voqealar tafsiloti bilan studiyada men Komila Qobilova. O'zbekistonda 2025-yil sentyabr oyida 7800 dona elektromobil sotildi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tahliliga ko'ra, bu avgust oyiga nisbatan 21,5% ga ko'p va rekord darajadagi ko'rsatkich hisoblanadi. Joriy yilning 3-choragida sotilgan yengil elektromobillar soni 20,700 donani tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2,2 barobarga o'sgan. Eng yuqori o'sish Toshkent shahri, Toshkent va Samarqand viloyatlarida kuzatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, sentyabr oyida yengil avtomobillar savdosi 84,5 ming donani tashkil etib, avgust oyiga nisbatan 6,5% ga kamaygan. Eng katta pasayish Surxondaryo va Navoiy viloyatlarida, shuningdek Toshkent shahrida qayd etildi. Shu bilan birga Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida savdo hajmlarining o'sishi kuzatildi. Toshkentda tegishli hujjatlarsiz amaliyot bajarib fuqaroning ko'zlariga zarar yetkazgan kosmetologlarga hukm o'qildi. Qayd etilishicha, holat 2025-yilning 7-mart sanasida sodir bo'lgan. Unda qovoq olish amaliyotini o'rganish istagida bo'lgan ayol o'zini kosmetolog deb tanishtirgan fuqaroga shogird tushgan va amaliyotni o'tkazish uchun ijtimoiy tarmoqda bepul operatsiya to'g'risida e'lon bergan. Shundan so'ng tekinga go'zal bo'lishni istagan ayol amaliyotdan keyin ko'zining biri katta, biri esa kichik bo'lib qolganini ko'rgan. Prokuror tomonidan ikkala kosmetologlarga nisbatan 5 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi so'raldi. Sudda jabrlanuvchining da'vosi yo'qligi, sudlanuvchilarning birida 4 nafar farzandi, ikkinchisida esa 3 oylik chaqalog'i borligi hisobga olinib, 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. O'zbekistonda sotuvchilarga sun'iy ravishda narxlarni oshirib, keyinchalik arzonlashtirilgan narxlarni chegirma sifatida ko'rsatish orqali iste'molchilarni chalg'itish taqiqlandi. Hukumatning 21-oktyabrdagi qarori bilan chakana savdo qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, sotuvchi tovarning chegirmagacha bo'lgan narxini ko'rsatsagina bu chegirma deb hisoblanadi. Aks holda bu shunchaki tovar narxini arzonlashtirish sifatida baholanadi. Chegirmada ko'rsatilgan chegirma narxgacha bo'lgan narx qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan tashqari chegirma e'lon qilingunga qadar oxirgi 30 kundagi eng past narx bo'lishi kerak. Rag'batlantiruvchi aksiyalarni o'tkazishda ham sotuvchilarga aniq talablar qo'yilmoqda. Birinchidan, sotuvchi aksiya e'lon qilinganda uning shartlarini, jumladan amal qilish muddati, tovarlar nomi, miqdori va sotib olish shartlarini iste'molchilarga aniq va tushunarli tarzda yetkazishi shart. Ikkinchidan, aksiya e'lon qilingandan so'ng uning shartlarini o'zgartirish yoki tovar narxi haqida noto'g'ri ma'lumot berish taqiqlanadi. Shuningdek, rag'batlantiruvchi aksiya davomida taklif etilayotgan chegirma, bonus va boshqa imtiyozlar haqiqatdan amal qilinishi ta'minlanishi shart. Chegirma yoki aksiya ommaviy tadbir tarzida o'tkazilsa, mavjud tartib-tamoyillarga rioya qilinishi, vakolatli idoralardan ruxsatnoma olinishi kerak bo'ladi. Qashqadaryoda 5 yoshli qizni uning onasi bilan kelishib sotib yuborgan hamshiraga sud hukmi o'qildi. Qayd etilishicha, Koson tumanida poliklinikada ishlovchi 32 yoshli hamshira 2020-yilda tug'ilgan qizni uning onasi bilan kelishib boshqa bir ayolga 19,700,000 so'm evaziga pullagan. Hamshiraning rejalari shu bilan tugamay, u xaridorga bola uchun tug'ilganlik haqida guvohnoma olib berishni aytib 2 million so'm pul olgan va
60 yoshli erkak bilan til biriktirib, qizni boshqa bir fuqaroga 15 ming AQSh dollar evaziga sotayotgan vaqtida qo'lga tushgan. Ushbu jinoyatlarni sodir etgan ayol sud hukmi bilan 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi va bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida jarimaga tortildi. Uning sherigiga esa 3 yil muddatga ozodlikdan cheklash va bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida jarima belgilandi. Qashqadaryoda 19 yoshli haydovchi yigit mijoz sifatida mashinaga o'tirgan qizning qarindoshlari tomonidan kaltaklandi. Kaltaklangan yigit 2006-yilda tug'ilgan bo'lib, taksi haydovchisi sifatida xizmat ko'rsatadi. Ayni shu kuni Chugurtma qishlog'ida yashovchi 9-sinfda o'qiydigan o'quvchi qizni yo'l-yo'lakay mashinasiga mindirgan. Bu holatni noto'g'ri tushungan yigitlar uni do'pposlagan. Bemor bosh ensa sohasidan shilingan jarohatlari, peshonasida teri ostida gematomasi va tanalarida shilingan jarohatlar bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Hozirda bemorning ahvoli yaxshi. Mazkur holat yuzasidan ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tomonidan tergov hamda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Daryoni kuzatishni davom eting.